Hop, assalomu alaykum hammaga. Hozir ikkita uchta rasmlarni ko'rsataman. Retsept tarifi qo'yib boraman video davomida. Ular juda ham boshqacha xunuk tarzda yozilgan bo'ladi. Xo'p, ko'p savol berishadi. Nimaga bunaqa xunuk yozishadi? Buni oddiy odamlar tushunmaydi, faqat aptekachi tushunadi, doktor tushunadi. To'g'ri, bizani shunga o'qitishadi. Nimaga? Dori sotib oladigan odam qanaqa dori olayotganini bilmasligi uchun, qanaqa kasal bo'lganini bilmasligi uchun alohida bu narsa o'qitiladi yozishga deb yolg'on gapirgan bo'laman. Xo'p, buni asosiy sababi, hozir e'tibor bilan qarasangiz, hozirgi yangi shifokorlar, yangi yetishib chiqayotgan shifokorlar oxirgi 5 yillikda hammasi retsept yozgan payt chiroyli yozuvi, oldingi vrach shifokorlar retsept yozganda ularni yozuvi juda ham xunuk. Sababi ular referatlarni, yozuvlarni barchasini qo'lda yozishgan. Shuning uchun yozuv xunuk. Hozirgi shifokorlar esa barcha yozuvlar hammasi elektronlik kompyuterda. Shuning uchun ham ularning yozuvi anchalik chiroyli bo'ladi. Asosiy sabab shu. Boshqacha chuqur o'ylab, boshqa ma'no qidirish kerak emas.